Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz aramizda yangidan yetishayotgan yosh yozuvchimiz Sofi yozgan Masxushluq degan kitobni o'qishni boshladik. Birinchi qism. Mavo ishkinglar uchirguchimni zodi nega tiqib qo'ydinglar? Yilimi qarmagan oyog'imning ishchimi qolmadi. Endi deb bermasanglar topshirig'imni ishlamay, ata ustozga mushu ikkisi topshiriq ishlatmadi deb aytman. Hey aja, sen turib baqa o'rningdan. Ostonga bisib o'ltirib olmagansan. Voyjon, ajabim bir jidiling to'l ekan. U bir nimangni men nim qilatdim. Odamni ajab oromida qo'ymading. Yilimi yarim soatdan beri izlayapsan. Bo'ldi qila. Mana meninkini ishlat dedim-ku. Yo bir o'zingning nega qo'yganligini bilmaysan. Kechkichi bizdan go'malanib. Yo'q, men o'zimninkini ishiltiman. Sening bundaq betbo'y buraydigan rezing ushtirgichining lozimi yo'q. Voy nima qilsan qila? Bekor avar bo'lmasin debdikanman. Endi bizga daxl qilma, biz dars takror qilyapmiz. Kim senga daxl qilibdi? Ushtirgichimni izlayapman. Bu yerda boshqa odam bo'lmagandan sizlardan so'rayman shu. Alfira shundoq deginicha Navro ajisi Sabohatdin yamallab, supuning bir bulung'iga yig'ib qo'yilgan yotqanlarga yo'linib o'ltirib, Qur'on yodlayotgan Masturaga burildi. Voy acha, birdam tik o'ltirib turing sizmi? Baribir bu yotqan ko'rpilar sizga bir umr yulak bo'la olmaydi. Chuqum mushning ichiga tiqib qo'ydinglar. Bütün diqqati bilan Sura Nisoni takror yodlayotgan Mastura Alfiraning gapining oldi keynini qorashtirib, anqirib o'zini tuzlab bo'lguncha u eng ustidagi qatlab qo'yilgan yotqanni ilib, yeyib ichi qarab bo'lib, uning ostidagini ilib yeyishga boshladi. Shu asnoda eshik bir g'irishla ichilib, kichikina Abdulla piltinglab kirib keldi. Xelidan beri besiqmagan varang-churungning oxirlash nuqtasiga kelganligini bilgan Mastura eg'iz ochdi. Meningcha sizning tatliq puraydigan uchirgichingizning ta'mini ba'zilarim bilib qolgan cheg'i. Hadab yotqanning qitini ichish bilan haplashayotgan Alfira bu gapni anglab ittik eshik tarafga qaradi. Abdullaning qo'lida hol ranglik miki chashqan, bir quliqi yo'q holda hijib turadi. Buni ko'rib Sabohat, "Voy anam, uchirgichni yemsan fukam!" degash Abdullaning qo'ldagi yumran tishlar orasida chaylinib yotgan quloqni chiqarishga tutindi. "Tuf qila, tuf qil. Qila, og'zingni och." Parvosizlikdan topshiriqni xato ishlab qo'yib, uchirgichini topolmayotgan Alfiramu qo'ldagi yotqani shu pitala tashlab qo'yib berib, Abdullaning qo'ldagi uchirgichini olguncha g'udurdi. "Sili bo'lsang bu uyda mening hech narsam joyi turmaydi-ku zodi. Uchirgichni sho'lgay qilibatginni tixi monqa." Abdullaning og'zidagi quloqning hammini chiqarib bo'lgan Sabohat uningga kichik piyolda choy ishkuzgach, Alfira bilan chiqishdi. "Kimsini mushundaq kichik bolalardek narsalarni yig'ib olsin debdi? Ilmu daftar qalamingdan tortib, yostiq kirlikingicha hammasi holirang karton bilan to'shib ketdi. Sening sababingdan bu uyda namoz o'qish uchunmi kartonlaringning yuzini yepishga bir joy namoz, ostimizga silishga bir joy namoz bo'lmasa bo'lmayotidi. Abdullanimi ko'ndirib yetibsan, qaysi kuni bozorga ep chiqsam, nada hol ranglik, qizil ranglik narsa bo'lsa, shunga esilyotidi bu o'g'il bola fuqqam. Nimening sat, nimening chiroyliligini meningdan o'rganib olganiga rahmat esi bo'ldikan amsa bu monqa. Hoppa ita, meni hoppa ita." Shiraning ustidagi tortma qog'ozdan ikki tal ilib uchirgichini surtib bo'lgan Alfira shundoq deginicha berib Abdullani ko'tarib erkilatdi. Bo'ldi, akal menga ber, opamga olib chiqib beray. Hili yig'lab bizni oromg'uda o'g'inish qilg'ili qo'ymaydi. Sabohat shundoq deb Abdullani olib chiqib ketdi. Alfiramu xato ishlagan topshirig'ini uchirib qayta ishlashga boshladi. Sabohat qaytib kirgani bo'lsa, Mastura boyiqi Alfira chuvib tashlab qo'ygan yotqan ko'priklarni qayta yig'ib, burunqidek yana shuningga yo'linib o'tirib Qur'on takror qilyotdi. 3 yildan buyon bu uchaylan asosan mush uyda, mushu tariqida kunlarini ma'niga ega qilish uchun tirishayotdi. Sabohat bu oilaning yolg'iz qizi. Uning boyiqi uchirgich yeydigan Abdullah degan inisidan boshqa Abdurahmon deb yana bir oqsimi bor.
Әлфира болса Sabahatning nəvri singlisi bo'lib, ikkisining orasida 2 yosh farq bo'lsa-mu, ammo deyishmaydigan gapi, to'kishmaydigan dardi yo'q edi. Masturaga kelsak, u boshqa yezdan kelib, bu uyda Qur'on yodlayotgan bo'lib, garchi bu oiladagilar bilan hech qanday urug' tuqqandachiligi bo'lmasa-mu, ammo 3 yildan beri o'zining adab qoidalikligi, to'xtamliq mijozi bilan olburun oila a'zolaridan farqsiz bo'lib ketgan edi. U bu yil Qur'onning takrorini tugatib olsa, kelar yilidan boshlab Sabohat bilan Alfiraga o'xshash arab tili o'rganishga boshlaydi. 5-oy mezgillari Turpanning havo rayi eng alvak bo'lgan vaqtlar bo'lib, butun jahon hayoti kuchga to'latdi. Dehqonlar etizlarda tal baranglarining kapsiz chaqlarini putab ratlashning halakchiligiga tushaydi. Bosh atiyazda o'g'otlashqa ulgurolmaganlar talning tuvini ko'lab, qo'y kala qig'larini qo'yatdi. Etiz qirlarda chekatkilar sakrishib, boradigan yerining tayini yo'q o'müchiklar hech yerga berish uchun aloqzallarcha yugurishib yuratdi. Nam eriqlarda sazang bilan yeshil qurutlar qaysimiz ostan mangalaymizki degandek ezlanguli bilan so'rilishadi. Ularga qarab ichi pushqan qara qushqashlar puruldab berib tumshqiga oladida yangi tuxumdan chiqqan cho'chlarning og'ziga tashlaydi. Çiçeklerge qo'nib sayli qilayotgan harilar bilan tezaklarning ustida mazza qilayotgan chivillar tangla shodiyana g'o'ngildishatdi. Go'yo butkul koinot hayotlik degan birla melodiyani o'rinlayotgandek qilatdi. Ana shunda qaynam tashqinlikqa cho'mgan bu mahalladagi bir-biriga tutishib ketgan uylar orasida osmon rangida sirlangan bir darvozliq uy bor edi. Darvozadan kirganda azoda ho'yla, ho'ylining o'ng tarafida uzun koridorlik bir yurish uy, so'l tarafida bo'lsa g'ich shaklli 3 bulung shaklli gul chiqirilgan, qishdan qo'pirilgan odam bo'yi kelgudek qolqan tom bor edi. Tomning keyindagi bo'shliq chaqqong'ina bog'cha bo'lib, shu bog'chidan qolqan tomga yamashgan tal baranglari bir-biriga yo'gashgunicha ho'ylining peshoyiniga chiqib ketgan edi. Barangning ostida cho'ng bir karvat qo'yilgan. Onun sel nerisida ichkiri tashqari yana 2 eg'iz uy bor edi. O'ng tarafdagi koridorning ichidagi uylarning bir eg'izida Hezbullah Damullam ayoli Sharifxon va kichik Abdullah bilan turadi. Yan bir eg'izi Sabohat, Alfira va Masturalarning yotig'i bo'lib, boshqa uylar bo'lsa mehmonxona va oshxona edi. So'l tarafdagi 2 eg'iz uyning tashqiridagisi isklad, İçidikisi Alfiraning akisi Nijat bilan Sabohatning akisi Abdurahmonning yotiqi edi. Shundaq bu uyda yana o'g'il taliblarmi bor edi. Soat 3:30 bo'pti, tura, tahorat ol. Nijat yotqindan chiqmay turib Abdurahmonni chaqirdi. Sen boshda ola. Men sana yo'l qo'yay. Abdurahmon eg'izdan chiqayotgan harflarni farq etkili bo'lmag'idek darajada yamab gap qilib, yotqinini pomlig'inicha yana bir tarafga o'rilib yetib oldi. "Voy, qo'pa davatman, yili vaqt qolimiz bika. Men seni dasturxonga taklif qilmayapman, ovoz sendan kelsin deydiganga." Bu ikkisiga yotqandan chiqish xo'shaqmay, tahorat ilishni bir-biriga ittirishib, yana 15 minutni o'tkazvatdi. Axir darsga ulgurolmay qilishdan ansirgan Nijat o'rnidan turib, supining ostidagi cho'ginga suv olmoqchi bo'lib g'o'dirdi. "Ola sheringni. Oqshom yana choydonga qaynoq suv ap qo'yishni unutibdiq. Yuragimizdagi liqqiti o't, sal sovutmasaqmi bo'lmaydi. Suvoq suvda ilivergina bo'ldi." Nijat cho'gini ko'tarib hovliga chiqdi. Mehmonxona uyning chirig'i har kundagidek yiqiqliq holatda turadi. Buni ko'rgan Nijat "Him" dedi-da uyning keyniga o'tib ketdi. Yillardan buyon Nijat bu mehmonxona uyning chirig'i yorishdan burun turib bo'lolmagan edi. Mayli qish, mayli yoz bo'lsin. Nijat shuncha baldur turib baqqan bo'lsa-mu, hamon Hezbullah Damullam shu uyda Qur'on o'qiyotgan, yo tahajjud namozi o'tayotgan yoki kitob ko'rayotgan bo'ladi. Kamdan kam vaqtlarda chiroqning yiqilmay qilishi, Damullamning betob bo'lib qolganligini yoki oldingi kunidagi dars so'rini qizib ketib, shu yerda qo'nib qolganligini bildiradi. Bosh saharning havosi ajoyib saf, ajoyib huzurliq. Bulutsiz osmonga mixlab qo'yilgan yumshoq quloq yulduzlar joyidan qimirlamasdan bu kechiga atgan oxirgi nurlarini to'liq chechivatmoqchi bo'lgandek bas-basda charaqlaydi.
Сәлкин bir shamol ezib qolgan yo'lovchidek uyning atrofini cho'rgilab kelib, Nijotning ho'l bilaklarini quritib qo'ymoqchi bo'ldi-mu, Aytavur uni yengil yelpib o'tib ketdi. Soğaq suv uyqusini to'liq ichayotgan Nijot ixlos bilan tahorat ilib bo'lgandan keyin cho'gini ko'tarib yotiqiga kirib ketmoqchi bo'ldi-yu, bir ish esi kelganda qilib, kayniga o'rilib yana bir tarafdagi koridorning ichiga kirdi. Oshxona uyning oldiga kelib bir necha qitim gelini qirib yutilib boqqan bo'lsa-mu, hech qanday ovoz chiqmagandan keyin Sharifxonning yoki qizlarning birarsining oshxonada yo'qligiga jazm qilib ichkariga kirdi. Albatta, bu yerdagi chaydonlarda qaynoq suv bo'lmay qolmaydi. Nijot ilmon qilib tayyorlangan tahorat suyini supining ostiga qo'yib Abdurahmon chaqirdi. "Qo'pa amdi, birdamning ichida yana uxlab bo'ldingmi? Qochda tahorat al, vaqt to'shib qoldi." Abdurahmon almon-talmon o'rnidan turib, cho'gini ko'tarib chiqib ketdi. Nijot yotgan ko'rplarni yig'ib turishiga Yusuf salom qilib kirib keldi. "Darvozani taqiyotdingmi?" dedi Nijot salomni qaytargandan keyin. Yusuf "Ha" deganda qilib beshin langshitib, qo'yindan kitobini chiqarib shiraga qo'ydi. Yusufning uyi bu uydan faqat 50 metrcha nerida bo'lib, oraliq yaqin bo'lg'ashqa faqat kundalik darsini elib olibla chiqib ketib, o'z uyida takror qiladi. Darsning vaqti mana shundoq bomdoddan burun bo'lg'ashqa, mahalla ko'ydagi sanoqliq bir qancha ilandan boshqalar uning Hezbullah Damullamdan dars elayotganligini bilmaydi. Damullam qattiq muqobiliq. Muqovisining 4 bulungiga qozoqlarning kigiz uylariga tushirilgan naqshlarga o'xshash tom jigarrang naqsh tushirilib, o'tirsiga Mishkatul Masabih degan arabcha husnixat yozilgan, to'la ko'rganlikdimi Aytavur varaqlari titilg'ili boshlagan kitobini qo'ltig'iga qisib uyga kirib keldi. Tosh matba kitobning hajmi cho'ng edi. O'zining bo'y basining yo'g'onligidan uyning ishkiga liqli keldigan Damullam bu yo'g'on kitobni ko'tarib olsa, go'yo tashqi hayvitiga yarasha zabardast ilminingmi hayviti qo'shilgandek tuyg'u beradi. Damullamning kaynidilla Abdurahmon turilgan yang pushqoqlarini o'ng'ishiga so'ng tishib kirib keldi. Damullam: "Ha, endi qo'pqan gapmi?" deb supuga qo'yilgan shiraning qibla tarafiga kelib o'ltirdi. Yusuf bilan Abdurahmon Damullamning qarshisida. Nijot to'rt tarafda o'ltirishib, kitoblarini ichib taxlab bo'lgandan keyin Damullam: "Ha, amsa boshlab ketinglar" deb kitobni ochdi. Kitobning ichilishi bilanla samon qog'ozning tunish hidi dimiqiga urilgan Damullam huzurinib nafas oldi. Damullamning hamma harakatlarini kuzatib turayotgan Nijot kishilar gul bilan attirning puruqidan huzurlanishdan halqib, bu zamonda choy qahvaning puruqidan huzur ilib olsa, zamon bilan ish yo'q ma tog'amning asara abdiqa bo'lib ketayla deb qolgan samon qog'ozning puruqidan huzur ilayotganligini amdi deganlarni o'ylab turadi. Damullamning gapi uning xiyolini buzdi. "Nijot, sen boshla." Damullam shundoq deb bolalarning har biriga ayrim-ayrim yangi darsning iboratini o'qitdi. Bu uchaylarning ichida Nijotning o'qishi hammadan yaxshi bo'lib, qolgan ikkaylan pat-pat dars bilmaganligi yoki oldin dars tayyorlamaganligi tufaylidan Damullamdan tanbih anglaydi. Eg'iroq bo'lganda motoga minish, aeroplan uchish degandek alohida jazolarga yo'liqatdi. Ba'zida putini supiga ilib, qo'lini yerga qo'yib, o'pkida qizirib yer beg'irlaydi. Bundaq chaqlarda Nijotning o'ng'aysizligi chiroyga chiqib ketadi. Damullamdan hiyiqmisa, "Menmu billi yer beg'irlay" deb berib, ikki ham savoq og'inisi bilan jafo mushaqqatdimi billa bo'lg'uz keladi. Damullam bolalarning iboratini anglab, xato to'qilgan joylarni tuzitib bo'lgandan keyin Allohga hamdu, payg'ambarga durud yo'llab, yangi darsning tarjimasini deyishga boshladi. Rivoyat qilindi Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Aytdi u zot: "Bitahqiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir vaqtaki qaytdi Xaybar g'azitidan. Qaytgan vaqtda yo'l yurdi kechisi. Hatto vaqtaki tepividi, ul Rasulullohni mugdak topgan vaqtda tushkun qildi va aytdi Hazrati Bilal roziyallohu anhuga: 'Go'zatchilikda turg'in biz uchun kechida.
Мәдрис hayatining dastlabki mezgillarida bu xil ta'tir so'zlashga ko'nalmay, o'zlarining og'zidan chiqayotgan Uyg'urcha so'zlarni o'zlari tushunolmay qolgan Nijat va Abdurahmonlar bu 3-4 yildan buyon bu xil so'zmi-so'z, texmi to'g'risi harf-harf tarjimaga echakishibla ketgan edi. Hozir ularga pes etdi, bitahqiq, ol vaqtaki, aya degandek so'zlar hech qanday g'ayri tuyulmaydi. Gerçi keyingi vaqtlarda ular yo'ruq va yoki shuning o'xshash boshqa til tarbiyalash kurslarida o'rganib olgan adabiy tarjimalarning jumla qurilmalarining siliqligiga havas qilgan bo'lsa-mu, ammo dastlabki qadamdala bu xil adabiy tarjimadan ish boshlab qolgan bolalarning gerçi jumlalardan umumiy mazmunni so'zib tarjima qila olsa-mu, so'zmi-so'z tarjimaga kelganda yili chiqib ketadiganligini Texmi muhimi adabiy tarjimada arabcha jumladagi kalimalarning grammatiklik o'rniga o'z haqqini to'liq berib bo'lolmaydiganligini bilib, yanala o'zlarining kona madris tarjimasini chuqum bir besib o'tmasa bo'lmaydigan muhim bosqichgan deyishgan edi. Damullam darsini davomlashtiryotdi. Hatto tushdi ularga aptob. Ondan bo'ldi Janobi Rasululloh uyg'ongan kishilarning eng avvali Pes etdi Rasululloh. Ey Bilal! Gözətçilikdə turmay uxlab qapsanğu degan ma'nodagi kinoy savol. Pes etdi Bilal raziyallohu anhu. Tutdi meni ondoq bir narsaki tutdi silini. Tarjima mush yer kelganda hammalar tangni kulishib ketdi. Gözətçilikdə turib uxlab qolgan Hazrati Bilalning o'zining uxlab qolganlik xatoligini silini besib olgan uyqu menimo besibapti yo Rasululloh deb Rasulullohqamu mas'uliyatdan bir o'lish nisibini ayirib qo'yib, o'zini oqlamoqchi bo'layotganligiga singan Rasulullohga erkilash, kapsizlik va dodillikni hammaylar tangla his qilib ulgurgan edi. Albatta bolalarning payg'ambar hayotidagi bu xil turmushga eng yaqin bo'lgan ma'nolarni his qilib yetalishida Damullamning ta'siri zo'r edi. Damullam payg'ambar va sahobalarning hayoti haqidagi mazmunlarni bolalarga ziyoda mubolag'alashtirib va g'oyibelashtirib ko'rsatmaydi. Aksicha uni izchil real turmushga eng yaqin, eng muhabbatlik, obrazlik shaklda sunib kelayotgan edi. Shu sababdanmi mayli qiz talibalari bo'lsin yoki o'g'il taliblari bo'lsin, hammasida hayotning har bir cho'ng kichik ishlaridan ma'na, huzur izlaydigan o'rtaq kayfiyat hosil bo'lgan edi. Darsning tugishiga ulgurib, yillardan buyon o'zining kona ovozi bilan bu mahalladagi har kunlik hayotni ilohiy chaqiriq bilan boshlayotgan Ma'zun oxunimning yerlik ohangdagi so'zib etgan azon ovozi anglashga boshladi. Hayya alas-solah, hayya alas-solah. Jamoat uyg'onib masjidga yo'l ilishdan burun uyga kirishga aldirgan Yusuf ustozi va bolalar bilan xo'shishib, kitobini qo'yniga silib aldirash chiqib ketdi. Mehmonxona uyiga chiqib sunnat namozini o'qib olgandan keyin aldirmay tasbih etqash masjidga mangan Damullam yo'lda uchrashib qolgan jamoatlar bilan salomlashib, tinish amallik so'rashqinicha masjidga kirib ketdi. Nijat bilan Abdurahmon bo'lsa, odatda juma namozidan boshqa namozlarni uyda o'qiydi. Masjidda jamoatlarning Hizbullah Damullamga "Damullam, bu sizning o'g'illari Abdurahmon qori namoz o'qimamdi nima?" degan savollarimi Damullamning. "Hey, bu yosh bolalarni gapga kirgizgili bo'lmaydi-ku tong" degan gapi bilan to'xtab qoladi. Shunda qilib bu oiladagi jamoatlar dars namozlarini tugatib bo'lguncha qiz ayollar uylarini yig'ishtirib, namozlarini o'qib, nashliqni rastlab qo'yishdi. Damullah masjiddan kirgandan keyin Nijat Abdurahmon uchisi billa nashta qildi. Qiniq damlangan atgan choyning yuzida jimirlab turgan nepis qaymoqni bir burda nonga ilib og'ziga solgan Damullam oldirmay gap qilyotdi. 2 oyning yoqi uyinglarni oqartib olinglar deb gapimni o'tkazolmadim. Bugun erkinlikni sizlarga beray. Unda qilmay oqlig'inglar bo'lmasa boshqa rangda bo'lsimi sirli yutinglar. Abdurahmon Damullamning tanisini piqildab kulib ketdi. O'zining dadisi bo'lg'achqa u Damullamdan bak ayminib ketmaydi. Yana bir qish o't qolsak, o'zla qora rangga sirlinib qoladi.
Aslida Nijatlar yetayotgan uyning kang yo'lida masala bormi? Aytavur, har yili qishda o't qolganda pat-pat isinib qoladi. Necha qitim kang yo'lini ichib qayta yapqan, turxunni necha qitim egiziltib baqqan bo'lsa-mu, o'ngshalmagandan keyin ularmi herib qilib to'xtab qolgan edi. Shu sababli bir qish chiqquncha oz-ozdan yenib turgan is atiyozgacha uyning tam to'g'risini qaraytib bo'ladi. Shunga ular har yili atiyozda uydagi mashni ichiq o'tish bilan taomni aqlaydi. Bu yilmi 3-oyning o'tirlarida mashni ilayotgan bo'lsa-mu, ammo at aqlaymiz, bugun aqlaymiz, kelab aqlaymiz deb hozirgacha so'ralmili qilib kelgan edi. Undaq bo'lsa Abdurahmon hili do'konlarning ichilishiga bir to'ng haq kelib kelsa aqlayotayli. Men uninggacha uydagi yotgan ko'rpa gilamlarni hovlidagi karvatga ichiq turay, dedi Nijat. Chinisidagi oxirgi bir yutum atgan choyni bir necha qitim chayqab ichib etgandan keyin. Shundaq qilayli. Bugun payshanba dam olish bo'lgandan keyin sizlar kelguncha 2 kunda uymi qurib tayyor bo'ladi. Dadisi bilan Nijatning o'ziga qarab turayotganligini ko'rgan Abdurahmon shundaq debla qachisidagi atgan choyga chilishib, yumshab ketgan nonni turtib yeyishga boshladi. Qiz o'g'il taliblarning dam olish vaqti o'xshashla har haftaning payshanba kunidagi darsdan keyin boshlanib, juma kuni kechgacha bo'ladi. Nijat bilan Alfira har payshanba kuni saharda shu kunlik darsni o'qib olibla uyga ketib bir kecha qo'nib juma kuni kechda qaytib keladi. Mastura bo'lsa boshqa yezdan kelib turayotgan bo'lg'achqa, Iroqdagi uyiga 2-3 oyda bir qitim berib, hafta 10 kun turib qaytib keladi. Bugünkidek normal dam ilish kunlarida ba'zida Sharifxon bilan Sabohatga yordamlashib bu uydagi ishlarga hamdam bo'lsa, ba'zida Alfiraning uyiga berib o'tkazib keladi. Mayli, qaysila uyda bo'lsin, ikkila uyning oila a'zolari uningga ziyoda amroqlik qiladi. Yot sirmaydi. Shunga ota-onasiga bo'lgan sevginishi kuchayib qoladigan gohi vaqtlarni hisobga olmaganda, balki g'eribsinibmi ketmaydi. Çaydan keyin qisqigina duo qilib bo'lib, damullam qiz taliblarining ishkini chekib, "Tayyor bo'linglar, hozir kirman ha" deb qo'yib, endi o'rnidan turib ko'zni uvlagancha koridorga chiqqan Abdullani qo'liga oldi. Shundaq qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.